2026-yil 9-aprel sanasi Agrobank hamkorligida Surxondaryo viloyati Sariosiyo tumani Bog'shirin mahallasidagi 649-kontirdamiz. Ushbu kontir maydoni 10 gektar tashkil qiladi. Ushbu maydonda piyoz ekini ekilgan bo'lib, hozirda piyoz ekini yaxshi parvarishlanib kelinmoqda. Ushbu yerda dehqon xo'jaliklari soni 20 nafar tashkil qiladi. Har birlari 30 sotixdan yer egasi. Ushbu yer maydonida piyoz ekini ekilib, har bir dehqon xo'jaligi bilan agregator o'rtasida shartnomalar tuzilgan. Agregatorimiz Al-Shamshir fermer xo'jaligi Rajabov Shamsiddin hamkorligida ishlar olib borilmoqda. Ushbu piyoz ekinini yetishtirib, ertaga serhosil piyoz turidan yuqori daromad olish ko'zda tutilgan va boshqa ikkinchi ekin sifatida boshqa turdagi daromad keltiruvchi ekin ekish ko'zda tutilyapti. Ekin holati yaxshi holatda saqlanib, parvarishlanib, hozir yetishtirilib kelinmoqda.